Belimda grija bor. Oyog'imda, tizzamda tuzmi endi yemirilish dedi, suyuqligi kamaygan dedi. Doktorlar har xil diagnoz qo'ydi. Shularni men davoladim, ancha yaxshi hozir, yengilmi. Yurar edimmi, og'ruv bilan edi, og'ruv kuchidi. Bir xil joylarda ag'a baqirib odamlar yo'qmi deb enkayib tizzamda qolib olardim. Hozir o'shalar yo'q, bemalol yuryapman. Ko'rilgan natija shu og'ruvlarim qoldi. Meni ismim Gulbahor. Tojikiston respublikasini Xo'jand viloyatini Devashtich nohiyasidan keldim. Mana shu Instagramda kuzatib, tekshirib, ko'rib, uni o'qib buyurtma berdim. Buyurtmadan keyin buyurtmamni olib borib berishdi, oldim, qildim bir oy lecheniyadan keyin, bir oylik lecheniyadan keyin tan kelib qolganiga keyin o'zim shu doktorlar ko'ray, gaplashay, shulardan bir konsultatsiya olay deb keldimda. Konsultatsiyani olib bo'lgandan keyin ular tavsiya qilishgan dorilarni tag'in olib ketdim. Ancha yaxshi ta'siri bor. Belimda grija bor. Oyog'imda, tizzamda tuzmi endi yemirilish dedi, suyuqligi kamaygan dedi. Doktorlar har xil diagnoz qo'ydi. Shularni men davoladim, ancha yaxshi hozir, yengilmi. Yurishim yaxshi. Oyoqlarimda yengillik bor. Yurar edimmi, og'ruv bilan edi, og'ruv kuchidi. Juda kuchli edi og'ruv. Lekin yurar edim. Yurishga yurardim, dam olib enkayib olar edim. Bir xil joylarda ag'a baqirib odamlar yo'qmi deb enkayib tizzamda qolib olardim. Hozir o'shalar yo'q, bemalol yuryapman. 3 oy, 2 oy to'liq ichdim, endi 3-oyda boshlayapman. Ko'rilgan natija shu og'ruvlarim qoldi. Yengilliklar yaxshi. Hozir endi nima deydi? Ishonularim umuman ichki yaxshi, har taraflama yaxshida ishqib. Doktorlardan endi men nima dedim? Doktorga bordim, doktordan foyda ko'rmadim hech qaysidan. Shundan men foyda olsam deb keldim, oldim haqiqatdan. Siz kutgan natija bo'ldi. Endi bag'iga ham tan qolganini olgim bor. Tojikiston xalqimiz meni tojik bilgim kelib olib ketishaversa bo'lar ekan. Lekin Tojikiston ham ancha qilyapti, shundan foydali olyapti. Kelib bor, mana shular qarindoshlar mana olib keldim bugun, kelishdi, tavsiya qildik. Yaxshi dedik hamma. Hozir tag'in bitta ikkita kelaytirganlar bor, eshitib yuribdi mendan. Ikkilanaytirganlarga ikkilanish kerak emas, kelaversa ham bo'ladi. Foydasi bor. Menga bo'ldi, o'zimga shaxsan o'zim foyda ko'rdim. Rahmat deyman shularga, shunday giyohlardan shuncha tabiiy bizga mana shunchalik dorilar ishlab chiqarganlarga hammasiga rahmat. Ular martabalar ulug' bo'lsin.